xaridlar bo'limiga kiradigan bo'lsak, bunda biz birorta ta'minotchidan sotuvni xaridni amalga oshirishimiz mumkin. Mana bugun Salohiddin degan ta'minotchimizdan ancha katta pulga olingan, xullas biz yangi xaridni amalga oshiramiz, unga e'tibor bermaymiz. Xarid qo'shish, ta'minotchi Hunter, biz Hunterdan emas, Zifferdan olaylik. Mahsulot tanlaymiz, undan nima mahsulot olamiz. Daftar olaylik 72. 50 ta olaylik. 7000 so'mdan ekan 350 ming so'm bo'lyapti. Qo'shish. Daftarning o'zi yetarli, yana nimadir ham xohlasak olsak bo'ladi. Bajarildi. To'lov qilish. Agarda naqd pulda to'lov qilmoqchi bo'lsak, mana shu 350 mingni to'lagan summa degan maydon yonida belgicha bor, yoki pul to'lamasdan shunchaki o'sha Zifferdan qarzga olmoqchi bo'lsak, pastda pul to'lamasdan yakunlashni bosishimiz mumkin. Lekin biz pul to'laymiz va o'sha to'langan summa yonidagi ko'rsatkich belgisini bossak, 350 ming o'zi avtomatik yoziladi va yakunlashni bossak, biz to'lovni amalga oshirdik, ya'ni chiqimni ham amalga oshirdik va xaridni ham amalga oshirdik. Mana Ziffer 350 ming, bunga to'lovlar ham amalga oshirilgan. 350 ming so'mlik. Buni to'lovini biz chiqimlarga ko'rsak bo'ladi. Mana 350 mingga chiqim qildik ta'minotchi Zifferga. Endi ta'minotchiga qaytarishlar. Bu ta'minotchiga qaytarishni bu yerdan qilsak ham bo'ladi yoki xaridlardan ham bo'larmikan? Bu yerdan imkon yo'q ekan. Alohida o'sha daftarni ta'minotchiga qaytarish orqali mana shu joydan qaytarish qo'shish. Hunterga emas, biz Zifferdan hozir daftar olgan edik. Daftarimiz 72 edi. Mana shu daftarimizdan 5 tasi qanaqadir yaroqsiz bo'lsin. Uni biz sotuv narxida emas, oxirgi xarid narximiz 7000 dan edi. Aynan 7000 dan yana qaytarib beramiz. 5 tasini 35 mingga qaytarib beramiz. Bajarildi, to'lov qilish, ya'ni undan pulni olamizmi, yo'qmi? 35 minglik pulni ham olmaymiz. To'lovni yakunlash. Va ta'minotchiga 5 ta daftarimizni qaytarib berib yubordik. Qanaqadir yaroqsizmi yoki suv tekkanmi, nimadir bo'lishi mumkin. Olib kelayotgan paytida. Endi xarid buyurtmalari. Bu xarid buyurtmasi biz xuddi oddiy sotuvdagi buyurtmalar kabi ta'minotchiga ham buyurtma berishimiz mumkin. Bu qanday holatlarda bo'ladi? Misol uchun biz O'zbekistondagi birorta uzoqroq viloyatdagi korxona bo'lishi mumkin qandaydir, unga oldindan buyurtma berib qo'yamiz. U buyurtmani bir hafta yoki 10 kundami ma'lum bir muddat davomida bizga buyurtmani yig'ib berib yoki tayyorlab berib, keyin bizga jo'natadi. O'sha paytda biz xarid buyurtmalari orqali tayyor qilib qo'ysak, uni xarid qilishimiz oson bo'ladi. Ya'ni biz bu yerga xaridni listini yozib olamiz, ro'yxatini, va qachondir sotib olishimiz uni oson bo'ladi. Buyurtma qilib qo'ysak, yopish va bizga ma'lum bir muddatdan keyin mana shu tayyor bo'ldi deb bizga jo'natilgandan keyin buni bosib xarid yaratish orqali hammasini o'zimizga qo'shib qo'yishimiz mumkin. Xarid buyurtmasi yaratgan paytimizda bu bizda omborlarimizga tushmaydi, faqatgina bizga bildirishnoma sifatida 4 ta olishimiz kerak deb bizga bildirishnoma bo'lib turadi. To'lov qilish, to'lovni ham berib yuboraylik, yakunlash va zikringdan xarid buyurtmasi orqali xaridni ham yaratib yubordik mana. Keyingisi ta'minotchilar. Bu ta'minotchilarga kiradigan bo'lsak, bunda o'sha biz mahsulot sotib oladigan ta'minotchilarimiz, bizda bir necha ta'minotchi bor ekan. Yangi ta'minotchi qo'shish uchun ta'minotchi qo'shish bu ham xuddi mijozlarga o'xshab ketadi, faqatgina ta'minotchi. Nomi biz dasturga yozgan edik. U mijoz edi. Bizning ta'minotchimiz esa Picasso bo'lsin. Raqami sog'lamiz va pastga qo'shib qo'yamiz. Ko'proq ma'lumot bu Picassoni ham joylashuvini qo'shib qo'yishimiz mumkin. Hozir qo'shgan bilan o'sha bizning ofisimizni manzili ko'radi bu yerda. Manzil, mo'ljal qo'shib qo'yishimiz mumkin. Bunda ham xuddi mijozlardagi kabi ham ta'minotchi ham mijoz qo'shib qo'yishimiz mumkin. Hozircha Picasso faqatgina biz ta'minotchi. Saqlashni bossak Picasso qo'shiladi mana. Va Picassodan yangi xaridni amalga oshirishimiz mumkin yoki unga chiqim orqali pul berib yuborishimiz mumkin. Ya'ni bunga oldindan pul berib yuborsak, oldin pulni to'la, keyin senga mahsulot beraman degan paytida oldin pulni chiqarib yuboramiz, keyin mahsulotni xarid qilib olamiz. Bu odatda
Xitoydan yoki Turkiya, Eron, Rossiya kabi xorijiy davlatlardan biz xarid qilib olayotgan paytimizda oldin pulni to'laymiz, keyin bizga mahsulotni beradi. Shunaqa holatda oldin biz to'lovni amalga oshirib qo'yamiz bu yoqda ham. Bu yoqqa predoplata bo'lib turadi, oldindan to'lov bo'lib va keyin bizga mahsulotni jo'natib yuboradi yoki o'zimiz borib olib kelamiz. Keyingisi buyurtmalar bo'limi. Bu buyurtmalar odatda buni shunchaki zakaz deb tushunamiz. Buyurtmalar oldin bizga buyurtma beradi. Buni buyurtmachi olmasligi noma'lum. Misol uchun Toshkent deb oladigan bo'lsak, bizga buyurtma beradi va stabil mijoz emas, Dostoyevskiy mijozimiz buyurtma bersin. Buyurtma berayotgan paytida bizda ma'lum bir mahsulotdan bizda yetarli miqdorda bormi yo'qmi bu ahamiyatsiz. Buni Relief Antipas degan tovarimiz bor ekan, 2 ta dona bor. Bu mahsulotdan u 10 ta bizga buyurtma berishi mumkin. 90 mingdan 9 ming bo'lar ekan. Ya'ni buyurtmani biz hammasini qabul qilib oldik. Qanday xatolik berdi? Buyurtma $100 dan ko'proq qiymatda bo'lishi kerak ekan. Qayta tanlaymiz. Yana 10 ta qo'shib yuborsak 20 ta bo'ladi. Yangi buyurtma. Buyurtmani minimal qiymati bor ekan, $100 dan kam buyurtmani olmaslik qandaydir. Bizda sozlamada shunday qilib qo'ygan ekan. Zifir bo'lsin, qimmatroq narsa ekan. Bizda mavjud 5 ta ekan, lekin biz 10 ta buyurtma beryapti bizning mijozimiz Dostoyevskiy. Bajarildi, saqlash va undan $7800 lik buyurtma oldik. Va endi biz buyurtmani yig'ayotgan paytimizda bizda bir vaqtning o'zida 10 ta, 15 ta yoki 100 ta, 200 talik list bo'lishi mumkin. Buyurtma listi va undan biz ayni paytda qaysilarini chiqarib yuborayotgan bo'lsak, o'shalarni o'zini belgilab, misol uchun 10 ta yig'ish kerak edi, uni bittasini biz chiqarib yubordik. Bittasi yig'ildi va sotuv yaratish qilsak, qandaydir xatolik yuz berdi. Yoki agarda bizda buyurtma bergan paytida, ayni paytda bizda skladimizda yoki omborimizda ushbu tovardan atigi 2 ta dona bor, lekin buyurtmachi bizga 10 ta buyurtma berishi mumkin. Bu 10 tani hammasini biz ma'lum bir muddat ichida, misol uchun oyning o'rtasigacha hammasini yig'ib, to'plab jo'natib yuborishimiz mumkin yoki shunchaki buyurtmani inkor qilib, unga buyurtmachiga aloqaga chiqishimiz mumkin. Bu buyurtmani biz yetkazib bera olmaymiz deb. Ya'ni bu buyurtma bergan paytida bizdan ombordagi qoldig'imizdan to'g'ridan-to'g'ri ayriladigan qilishimiz mumkin yoki ayrilmaydigan qilishimiz mumkin. Ya'ni rezerv qilish deyishimiz mumkin buni. Bu o'zimizning xohishimizga bog'liq. Ya'ni mijozlarimiz odatda buyurtma bergandan keyin o'sha mahsulotni aniq bizdan olib ketadimi yoki yo'qmi? Agarda biz buyurtmani rezerv qilishni yoqib qo'ygan bo'lsak, unda biz faqatgina buyurtma qabul qilishda o'zimizni omborimizda yetarli miqdordagi mahsulotgagina buyurtma ola olamiz. Misol uchun hozirgi mahsulotda bizda 2 tagina mahsulot bor edi. Agarda uni rezerv qilib qo'yish kerak bo'lganda, uni 3 ta va undan ortiq miqdorda buyurtmani qabul qila olmasdik. Bizda omborda yetarli emas degan xatolik bergan bo'lar edi. Keyingisi